bugundan pul ishlash xolismi? Hani motivatorlar bo'ladi-yu, egilib pul olgunimcha bu yoqda $200 pul topib qo'yaman deydi-yu. Bugundan pul ishlashni boshlaysiz. Bu javob. 30 kvadratli joyimiz noturar hisoblanadi. Bu mana birinchi xonamiz, uchebniy sentr ekan, lekin men bundan boshlaydi rosa kalta yeganman, necha sho'x bo'lganmiz-da. Bu mana ikkinchi xonasi hisoblanadi. Joyimiz 30 kvadrat, 2 qavatli binoning ikkinchi qavatida joylashgan bo'ladi. Lokatsiya top, zo'r joyda. Hozirgi kunda mana $250 dan arendator o'tiribdi. Sirazi sotib olasiz, pul ishlashni boshlaysiz. Sirazi navarga kirasiz. Bu yerda mana sanuzelimiz bor, o'zimizning отдельный sanuzelimiz bor mana. Joylashgan joyga keladigan bo'lsak, Sputnik 16 da joylashgan bo'ladi. Yon atroflarimizda polniy razvitiyasi zo'r joy. Dom, masalan, ishxonalar, transport qatnovlari zo'r. Bemalol talab katta bu atroflarga arendatorlarga hozirgi kecha kunduzda aytmoqman $250 dan arendator o'tiribdi. Siraz olasiz, nomingizga o'tadi, sizga to'lashni boshlaydi. Narxi 27 ming, 2 qavatli binoning ikkinchi qavatida 30 kvadrat $250 dan arendatori bor. Qiziqqanlar bo'lsa nomer qoldiraman, telefon qo'yasizlar. Bir xonali kvartiraning puliga sirazi bir xonali kvartirani bermaydi, общежитие berishi mumkin 27 mingga. Zo'r variant, bosadigan joy lekin.